turmushga berib, Yuzarsif bilan ko'rishmagandimiz. Birinchidan ruxsat qilmaydi. Ikkinchidan Yuzarsifning siz bilan paranglashishini natayin onunga nima demoqchidingiz? Uni yaxshi ko'rdiganligingizmi yoki uni shuncha yillardan beri zindonga tashlab qo'yganligingizni demoqchimidingiz? Nima demoqchidingiz? Yuzarsif barliq dehqonlarning omon o'tab tavazimida teriqchilik qilganliklarini bilmamdigandu. Yuzarsif tajribasiz bir yosh. O bu xiyollar bilan Misr hokimiyatini ojizlashtirib etadi. Omon o'tab tavazimilla xalqqa berib etilsa, Misr podshohi kuchidan ayrilib qoladi. Ojizlashadi. Ammo Omon ibodatxonasiga tava barliq yarzimilla va ibodatxonaning kuchi o'z bet qoladi. Bu xil ahvolda Yuzarsifning teriqchilik ishlariga aralashmayli. Faqat uning davlat ishlarida kuchayib ketishiga to'sqinlik qilayli. Men mushundaq o'yladim. Sizlar qandaq? Agar aqlimizni ishlatsak-la, Yuzarsifning ko'zimizdan yo'qilishiga sharoit hozirlaymiz. Ya'ni o'rdadagi muhim kishilarni o'z yenimizga tortishimiz kerak. Masalan kimlarni? Birinchisi ordu muhofizachilar qo'mondoni Horamhop. Ikkinchisi podshoning onasi Xonish oyim. Bu bizning ko'rsatgan tirishchanligimizga bog'liq. Horamhop bilan Xonish oyim biz bilan hamkorlashsalar, Yuzarsifning ko'zimizdan yo'qolishida gap yo'q. İnaros! Allah'ın selamı sana olsun İnaros! Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Xabarim bor. Qo'yib etilganinglarni bilaman. Yuzarsifni ko'gil keldinglarmi? Ma'qul. Mushiyat saqlab turinglar. Uningga xabar qilay. Saqlab turinglar, ha? Sen qayerlarda yurding? Yuzarsif hazratlari seni saqlayotdi. Beni saqlayaptam da. Shundoq. Sen Malik emasmi? To'g'ri. Shundoq. Ben Malik. Zar o'g'li Malik. Ma'qul emsa, sen mushiyada boshqalar bilan birga saqlab tur. Men qaytib kelaman. Hazratlari, vaqtingizni oldigan bo'ldim. Nim bo'ldi Inaros? Qani so'zla. Zavira zindondagi mahbuslar siz bilan ko'rishgil kapti. Ularni qabul qilamsiz? Oxiri keldi. Hammasini yenimga darhol boshlab kir. Tez bo'l. Yana biraylarni topdim. Eyliqi Zar o'g'li Malikni. U qayerda? U mahbuslarning yanında sizni saqlab qoldi. Men ular bilan ko'rishgil boray. Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Allohning qilomi bo'lsin. Salom sizlarga. Salom.
Malik. Malik, sen bu yerden neymiş kılıvatsın? Neymiş ki bunca veyran bop kettin? Ben şu Allah'ın peygamberi. Ben Malik seni kollaşıp bizi satkan. Malik ben şu. Nimilen davat sen Malik? Ben esirlege okşam dikenme. Ya Allah'ın yardımı bilen örlükке ve ululukka erişipsen. Esir ve avar boğan kişi ben. Sen satkan şu günden başlap 20 yıl oldu. Hepsini taşlap işe gitmedim. Ne böyle kısam, senden vazgeçemedim. Neymiş ki bunda kıldı? Ben tek seni ticaret için Mısır'a geldi dep oylaptım. Seni bunç kaygırtqınım için Allah beni ketirsin Malik. Ama ben asırımı Allah'ın peygamberini satqınım için özümni günahkardaki his kılıbım. Ama bu soda nahayeti yaxşı bir soda oldu. Sen Yusuf'unu setip onun söygüsüge eriştin. Ben kul bulup vezir boldum. Ben ötken işlerin orunu dolduruş için bu yerde kaldım. Sizni emdi taşlap gitemeymen. Düşendiniz mi? Sen bana qarzdar emas. Ama Allah'ın bana bergen vazifesini orunduşum için bana yardım kılalaysan. Şundak, hammalarning yardımıga ehtiyojliqman. Yüzarsız hazretleri, ruhsat kısınız biz devamlık yanınızda buluştuk halayımız. Belimiz, qo'limizdan boshqa ish kelmaydi. Ammo qo'limizning kelganini hargiz oymaymiz. Xotirjam bo'l. Buyruq kısınızı kifoya. Eğer siz buyruq kısınız kendimizden aymayımız. Sizlarga har vaqtnimi bakrak ehtiyojliqman. Necha yil zindonda yetishim va oranglarda yashashim mushundoq bir kun uchun edi. Misr ishlarini yurishtirish uchun menga yordam qilishinglar kerak. Tushundinglarmi? Men bilan menglar. Bu kiyimlerimiz bilen kanmak kirimiz yüzarsız hazretleri. Aynakka o'xshash suzuq qalbinglarni ko'rib turibdiman. Boshqa ish qilyaptinglarning nima ahamiyati bor? Men bilan menglar. Amonhotepning sariyi kimlarga qoldi endi? Qo'mondan Huram o'qsalam. Nim bo'ldi apoki? Boshroib Ankmaho siz bilan ibodatxonada ko'rishmoqchi bo'lyapti. Nemishqa? Men o bilmadim. Faqat siz bilan ko'rishkisi borlig'ini aytdi. Bo'ptansa. Hazırla barayli. Ha, qani kiringlar. Men sizlarning erkin azod yurguninglarni ko'rib, baxush bo'ldim. Yüzarsız hazretleri, Mime Sabo siz bilen görüşkül kaptı. Kirson. Yüzarsız hazretleri. Züleyha hanım beni azat kıldı. Züleyha beni azat kıldı. Züleyha hanım azat kılışını bilip de ahir. Demek onun işçisinden taşlaş demezken. Allah onu özünün zindanından qutquzsun.
u nafsining kayniga kirib, bir muncha kishilarning izzati bilan o'ynashdi. Efendim, bichora Potifarning qanchalik azoblanganligini bilaman. Yozarsif hazratlari, Potifar bilan Zulayxoni jazolamamsan? Ulardan intiqomingizni olishingiz kerak. Ularni jazolash kerak. Men ularni kechirdim. Allohmi kechirsin. Faqat seni ko'rishni xohlayman. Yanıla ularni xijil qilib qo'yg'im yo'q. Inaros, Neymiş efendim? do'stlarimizning kiyim-kechak masalasini hal qilishingni umid qilaman. Inaros bilan menglar. Men sizlarni mush yerda saqlab turay. Ben bilemem la. Ha, konu do'stim, qani ayta, qanday qazot qilindi? Zulayxa xonim sizning buyruqingiz bilan zindonda qo'yib etilgandan keyin saroyga qaytib keldi. Siz bilan bo'lgan burunqi yaqinlikni yuzli qilib meni ozod qilib etdi. Potifar hazratlari nima ish qilyotdi? Uni og'rib qoldi deb angladim. Shundoq. Bak azoblanyapti. Ahvoli faqat yaxshi emas. Sizga qilgan zulmlardan azoblanib yuriydi, efendim. Allah onun shifolik bersin. Hazretleri. Ben bir az ilgiri Kahin Apoki'nin Hurem Hop bilan paranglashib turganini ko'rdim. Kahin Apoki'ning Amon-Hotepning saroyida nima ishi bor? Hurem Hopni kushkirtlik kelgan bo'lmasin yana. Onun sarayga kelib ketishi xatarlik. Hech shubhasizki sarayning ishlarini ibodatxonaga to'shiydi. Onun kelgan ketkinni ko'rib turayotganimiz uchun biror xatar kelib chiqmas. Shu sabab bilan ibodatxonaning saroydagi odamlarni aniqlab chiqa olamiz. Davomli ko'zitona. Baş üstüge hazretleri. Bununki menga ta'zim qilma Inaros. Ben bunu künüp kaptım. Bu kunishini o'zgartdi. Baş üstüge. Hurem ichiga kirish uchun farmoningizni saqlayotdi. İçeri kireversin. Tangirlarning xizmatkori, Amon ibodatxonasining bosh kohini Ank Mahug salam. Amon Hotep'nin sarayının kabiliyetli komandanı Hurem Hop salam. Gel, gele, yenimde oltağın. Kahin Apoki men bilan ko'rishmoqchi kelganingizni aytdi. Men bu buyrug'ingizga binoan bu yerga keldim. Minnettarman. Bizni söyündürdün. Kallamni iyileştirivatkan bir mesele var idi. Şunu sen bilen meslehatli şey dep oyladım. Men Amon Hotep'nin yaş vezirinin ötmüşünü sürüştü kıldım. Onun ismi... Nemedi onun ismi? Onun ismi Yuzarsif efendim. Şundak, Yuzarsif. O küçük vaqtida Potifarning sarayida turgan vaqtidala tangrilarimizga ishonmaydi ekandik. Ko'rinmaydigan bir iloh qil ishini ekandik. Agar uning iqtidori bo'lgan bo'lsa, ibodatxonamiz bilan kurash qilishdan hargiz yonmaydi ekandik. Bo'libmi? O bir Kanan diyardan kelgan kelgundi.
Onunğa oxşaş bir kelgündilan Mısırda qadimi bir dövlətning hakimiyet işlariga aralashışı intayin numusluq bir işdir. Bir Amonning düşməni, Amonning makoni bo'lgan tepside bizni boshqaryapti. Amonning sodiq agashkuchisi bo'lgan siz bilan men u faqir yoshning saroyda kuchayib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bundaq ketaversa hech shubhasizki yaqin kelgusida Amonhotepning o'rnini egallaydi. Albuki Misrning sizga o'xshash qobiliyatli va mahir qo'mondonlari bor. Ko'p rahmat. Men Misrni yaxshi ko'raman. Amonga ishinaman. Sizga va ibodatxonaga hurmatim bor. Qo'limdan kelganini hargiz aymayman. Ammo Amonhotep bilan bo'lgan munosabatimni unutib qolsam hargiz bo'lmaydi. Buni bilsiz apandim. Men mo sen bilan o'xshash fikrdiman. Ammo Yuzarsif na Misr, na ibodatxona, na Amonhotep emas u. Misrda dinimizga ishonmagan bir kelgundining yo'l tepib ketishidan beyron bo'layotganligingizni bilamiz, apandim. Bizmo intayin beyron bo'ldik. Sen mo ichingdagini sirtqa chiqaramayotgansan. O'ylaganlaringni oshkor aytiva. Bizmo Potifarning o'rniga yot eldan kelgan kelgundining emas, balki sana o'xshash kuchlik va ishonchlik birisining o'ltirishini umid qilamiz. Shubhasiz, sizmi bilasizki, Potifar eg'ir og'riq. Zulayxa va Yuzarsif tarafdan kelgan ro'yi zarbalarning sababidan uzoq yashayanmasligi mumkin. Hech kim o'z vatanida yot eldagilarning kuchayib ketishini xohlamaydi. Qo'l degan ichiga keladi. Demak, ibodatxona sen loyiq bo'lgan martabaga erishish uchun bir qator shart-sharoitlarga ega. Sen buningdan xotirjam bo'l. Yuzarsif haqida shuni deb qo'yay. Amonhotepning o'rnini olgan va har qanday bir xoinligini bayqamig'icha uning qarshi chiqamayman. Aniqki xiyonat barliq yo'nalishlari bilan ko'z oldimizda kuzatilishi kerak. Ibodatxonaga va Amonga qilingan xiyonat hargiz unutilmasligi kerak. Yuzarsifning Amonga va ibodatxonaga dushman ekanligi aniq. Bu dushmanlikni u qanday yo'shirishni bilmaydi. Buni qabul qilaman. Potifar hazratlarining ahvoli faqat yaxshi emas. Onunga g'azablanmang va hayajonlanmang degandim. Lekin ahvol undaq emaskan. U bu gapni anglamabdi. U tinch va huzur ichida yetish kerak. Onun uchun tayyorlagan dorilarni kam qilmay ichsin. U yaxshi armilish kerak. Sizning ahvolingiz ancha yaxshilab turmaydi. O'zingiz ko'proq diqqat qiling. Tebep Sinoya'nın buyurgan doğrularını Potifar Hazretleri için tayyorlanglar. Ve sarayda jimjitlikni saqlanglar. Senin bu yerda bo'lishing mening yuragimni bekla og'irtadi.
buyursaң, мен huzur ve aramçılık tapaman. Şundaq bir vaqtda manga huzur berələydigan birdən-bir kişi Yuzarsif edi. Amma Züleyxanın rəsvaçılığı və özümün hamaqətligi səbəbidən onu yoxutub qoydum. Əmdi bu yerdə özüm yalğız yegane dünyanı tərk etib məğribə ketib atdım. Hazretleri. Meni kechiring hazretleri. Padişahın anısı Xanish ayım ikinci kişi hazretleri. Kain Apoki'nin Xanish ayının yanına kirib chiqayotganligini aniq ko'rdim. Belkim unumu uğram hukku okşaş Ank Mahu'nun yeni teklif kılgandı. Ularning suiqasdidan qanday xabardor bo'lamiz hazretleri? Bu intayin aniq. Ular Yusuf'ның Misr hakimiyetiga aralashmasligini umid qiladi. Mumkin bo'lsa, padişahning meni qoldirib o'tishiga tirishchilik ko'rsatdi. Ular bilan Ank Mahu o'tirsidagi gap so'zlarni qanday anglaymiz? Ansirma. Allah xolisa, balkim biror chorasini topamiz. Efendim, dostlarınız içi girmekçi bulvatıdı. Dostlar, gepimga quloq solinglar. Qilishinglar zarur bo'lgan bir qancha muhim ish bor. Birinchisi, bilimlik va tajribalik bo'lgan Malik hammanglarga mas'ul bo'ladi. Buningdan keyin Malik bilan Mimi Sabo sizlar bilan mening oramdagi munosabatga mas'ul bo'ladi. Ikkinchisi, biz Amon ibodatxonasi bilan qarama-qarshi holatda va ular bizni yo'qotish maqsadida. Hushyor bo'lmasanglar, dushmanimizga og'ir zarba berishi mumkin. Tunji qiladigan ishinglar Amon ibodatxonasidagi rohiblar Amon Hutapning tushiga ta'bir berishdagi mag'lubiyatini va yigona Allohning Misr tang'irlaridan qudratli ekanligini hamma tarafga yeyinglar. Bu ahvoldan nurg'un kishilarning xabari yo'q. Bu voqea xalqning Amonga va Amon ibodatxonasiga bo'lgan ishonchisini ojizlata oladi. Mening ko'z qulog'im bo'lib suhbatinglar bilan fursatparastlarning bug'doylardan foydalanib ketishini va kahillarning davlatga qarshi harakatlaridan meni vaqtida xabardor qilishinglar kerak. Uningdan keyin biz zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanmasak bo'lmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, terikchilikni kengaytirishimiz uchun intayin ko'p urug'liq bug'doyga ehtiyojimiz bor. Sizlar do'stlaringlardan Misrda bor bo'lgan bug'doyning miqdorini o'lchab, meni vaqtida xabardor qilishinglarni umid qilaman. Kelgusida texmi og'ir mas'uliyatni o'z ustinglarga olasizlar. Bularni keyinroq aytib beraman. Inaros, Mimi Sabo, bu do'stlarimizning turadigan joylarini ko'rsatib beringlar. Alloh sizlarni qo'g'dirsin. Keyin ko'rishaylik. Undaq bo'lsa, qeniminglar. Esinglarda bo'lsin, degan gaplarimni hargiz unutib qolmanglar. Xo'sh hamsa. Ha. Malik, sen turib tur. Sen ko'pni ko'rgan, tajribalik odamsan. Ishlarni boshqarish va bartaraf qilishimda menga yordam qilishingni umid qilaman. Sana o'xshash bir donishmanga haqiqatan ehtiyojliman. Onundan ilgili köplegen karvanlarını boshqardim. Onundan keyin Allohning payg'ambari mening rahbarim bo'lsin-ki, har qanday buyruqingiz jon va tenim bilan itoat qilaman. Buningga ishoning efendim.
Ölüp ketken 3. Amon Utep vaqtida maqsadimizni o'rtaqlashish uchun hech narsaning sizga to'salg'i bo'lmaydiganligini isbotlamoqchi bo'lyapsiz. Men sizlarni hokimiyatga qarshi chiqish va qarg'ularcha harakat qilishdan saqlanishinglar uchun ogohlantirdim. Amon Utepning g'azabiga uchirmasdan burun uningdan kechirim so'ranglar dedim. Ammo sizlar suiqasd qilish yo'lini tanlab oldinglar. Ya'ni texi o'g'limni, meni, erimni o'ldirmoqchi bo'ldinglar. Bichar apopiz o suiqasdchilarning qurboni bo'lib ketdi. Xonishimiz hozir ochiqlanib qoldi. Ammo asli ish siz anglagandek emas. Ular bizga tuhmat qildi. Bu vaqada asli gunohkor Apopisning o'zi. Qaror chiqaruvchi hukmron Amon Utepdir. Men o'g'limning ishlariga aralasha olmayman. Hozirgi masala boshqa bir ish. Men bir kelgundining Tangrilarga dushman bo'lgan birisining qadimiy Misrga hokim bo'lmasligi kerakligini so'zlayapman. Yuzarsev Misrning barliq boyligini bug'doy setib olish uchun xarjlasa, qandoq bo'ladiganligini bilamsiz. Aytinga, bir qancha yildan keyin nomrod va ojiz bir davlatga aylanib qolmamdi. U chog'da qo'shni davlatlar bizga osonli hujum qila oladi. Askarlarni ta'minlash uchunmi pul topolmay qolishimiz va faqatla topolmay qolishimiz mumkin. Bug'doy yig'ishdan faqatla bir qism boy va mol-mulk egalarilar foydalana oladi. Buni bilamsiz. Yana bir muncha nomrod dehqonlar aron topgan bug'doylarni davlatga bikodan-biko qilib bermaydi-da. Xonishim, bular yoshlarning xam xiyollari. Bularni tizginlashingizni umid qilaman. Men intayin ochiqdan ochiq so'zladim. Balkim sizmi bu ishlarni tushungansiz. Qarasam so'zlaringiz to'g'ridek qiladi, lekin amalim yo'q. Yosh Amon Utep sizni hurmatlaydi. Onunğa nasihat qiling. Misrning kuchli yoshlari va bilimli yashanganlari o'lib tugab ketgandek, kan Alloh bir podshoh bizga hukmron bo'lamdi. Ammo Amon Utep Yuzarsibni yaxshi ko'rdi. Shundaqla so'zlariga alohida ahamiyat berdi. Yuzarsibning hokimiyatni qo'lga tushirishga tirishayotganligini bilsangiz, hokimiyatga erishish uchun Amon Utepni o'ldirmoqchi bo'lganligini bilsangiz, siz qanday qilardingiz? Balkim siz menga hozir ishonmasligingiz mumkin. Ammo bilishingiz kerakki, bu yosh yigit suiqasd planlab huquqni qo'lga kirgizmoqchi bo'lyapti. Bir ochim mahbuslarni akilib, barliq ishlarni ularga topshirgandan xabaringiz bormi? O'ramboqqa o'xshash qobiliyatli odamlarimiz yetmagandek, ular o'ltirish tegishlik o'ringa Yuzarsibni o'ltirg'izib qo'ydi. Bu intayin xatarlik. Biz buningga qo'l qo'shtirib tursak bo'lmaydi. Bularni haqiqiy tushunganim uchun sizga aytdim. Qog'ini sizga qoldi. Bu ko'rishishdan hech kimning xabar bo'lmasligi kerak. Yana yolg'on yavudoq gap so'zlar ko'payib ketib, men bularga javob beramay qolmay yana. Kimning xoin, kimning sodiq ekanligini bilmayapman. Amon Utep bilan ko'rishib, paranglashishim kerak. Har holda bir yot odamning Misr hokimiyatiga aralashmagan to'g'ri.
Qulug'im senda. Nima demoqchisan? Diqqat qilib angla. Bu bek muhim gap. Meningcha ular yuzarsib suiqasd qilmoqchi. Ularning aytganlarini angladim. Rasli shundoq angladingmi? Ular paranglashayotganda men eshikni oldida edim. Men gumonlangan edim. Ular zodi nimalar deyishdi? Yuzarsibga qasd qilishi mumkin. Bo'ldi, endi sen ketgin. Bu ishdan Yuzarsif hazratlarini xabardor qilganligimga ishongan. Bo'ldi, endi qaytib ket. Sen uni aytib olmasliging kerak edi. Nemishqa ana? Yuzarsifning xatoligi va gunohi nima? Bu numusqidek ish. Natijada Tangri Amunning kaynida xalqning hammasi butun vujudi bilan Amunga ishondigan turib, bir Amunning dushmanining ko'payib ketishi to'g'rimi seningcha? Men Yuzarsifning maqsadining yomon emasligini bilaman. Yuzarsifni aytib olmaslik intayin aniq. Onunğa biz ehtiyojliq. Misrni krizisdan qutqiza oladigan birdan-bir odam Yuzarsif. Xuddi Misrda boshqa odam qolmagandek, o'z dinimizga ishonmaydigan birisiga buncha bola yepishib olasan. Nemishqa Huramovga o'xshash kuchli odamlarni vazifaga tayinlab ishlatmaysan. Nemishqa Yuzarsifning bir o'ch mahbuslarni ishlatishiga zubon surmaysan. Men Huramovni yaxshi ko'raman va uning qobiliyatidan xabarim bor. Ammo hamma odamning o'ziga yarasha vazifasi bo'ladi. Bu jarayonda Zavira zindonining mahbuslari yillardan beri Yuzarsifning tarbiyasini qabul qildi. Hozir ular burunqi gunohkorlar emas. Bu mahbuslar burunqi jinoyat uchun pushaymon qildi. Hozir asosiy kuchimizga aylandi. Men dadangning hokimiyat mazgilini eslab qoldim. Hokimiyat boshqurishda nurg'un masalalarga aql ko'rsatganman. Nemili desam, sening va Misr hokimiyatining qudrati uchundir. O barliq boyliqlarni talon-taroj qilyotdi. Bug'doy setib olish uchun Misr xazinasini quruqdab qo'yishning Misrni ojizlashtirib qo'ydiganligini bilamsan. Podshohlik tavazziminlarni dehqonlarga bo'lib berishning sening kuchingni ojizlashtirdiganligini va butun mol-mulkingni xonvayron qildiganligini bilmayyotamsan. Andish qilishingiz yo'lliq. O'tirib qo'ygan barliq masalalarga Yuzarsifning javobi bo'lmasa, fikringizga qo'shilaman. Meni qoyil qilgudek isbotlarni o'tirib qo'yish kerak. Sizga va'da beraman. Men deydiganlarimni deb bo'ldim. Qog'ini san qoldi. Hokimiyatni qo'lga tushirish uchun seni bu taxtdan g'ulutib etishi mumkin. Buni esingda ching tut, hargiz unutib qolma. Bu gap qayerdan chiqdi? Bu mening fikrim emas. İbadatxona rohiblarimi o'xshash fikrda. Ular kichikkin yo'chiqdimi foydalanmay qolmaydi. Bunchilik bug'doy bizning xatardan o'tib ketishimizga yetmaydi. Nasmut, agar sen xazindor bo'lgan bo'lsang, pulni qanday qilgan bo'lardi? Eng yaxshi chora seliqni oshirib xalqdan pul yig'ish afandim. Yo'q. Bu ehtiyoj egillarini qiyinchilik uchirtdi. Bu eg'ir seliqlarni to'lashning imkoniyati bor. Pul tepish uchun texmi yaxshi chor tepishni o'ylayapman. Yuzarsif hazratlariga salom. Allohning salomi sangmi bo'lsin. Nima ish bilan kirding? Tanto ham Nasmutqum salom. Salom Aynorus. Hazratlari, tunogin Huramov Ankmahu bilan ko'rishish uchun ibodatxonaga bordi.
nima gap so'zlar bo'lganini bilmadim. Men Huram Hopdan ancha andish qilmayman. U Amon Hotepga xoylik qug'dek darajada kalba emas. O'zini uncha oson setib etadi deb qaramayman. Bugun Ankmaho Xonish ayimning yeniga berib, sizga qarshi suiqasd planlamoqchi bo'ptimish. Ularni o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Xonish ayimning xizmatkorlari menga bu xabarni yetkazdi. Bir oz ilgari Xonish ayim Amon Hotepning yeniga kirib ketdi. Xonish ayim olganlarni Amon Hotepga aytqildi ketgan gap. Har qanday bir ish yuz berishi mumkin, ammo bular uchun ancha ansirab ketmanglar. Apopsiz ikkimizning beshiga kelgan ishlarni bilasiz. Hammasi ibodatxonakilarning o'yinlari edi. Amon ibodatxonasidagi rohiblarning maqsadiga yetish uchun qo'lidan keladiganning hammasini qiladiganligini bilaman. Ammo mening mu hammadan qudratli Parvardigorim bor. O'zimni uningga omonat qilaman. Ularning qilganlarini o'ziga to'g'ri. O'zlariga xatar yetgandek his qilishidi. O'z manfaatini qo'g'dash uchun kurash qiladi. Biroq bu urushda bizning g'alaba qiladiganligimizga ishonaman. Janoblari, Misr podshohi Amon Hotep o'zlarini sarayga chaqirdi. Bo'ladi. Hozirli borman. Xonish ayim har qancha zaharni chassimi, andish qilgidek ish yo'q. Bugun men tarkiblarni ko'rdim. Sizga hozirmi adovat saqlab etibdi. Yuzars hazratlar to'g'riliq bir anas dedimi? Dedi. İntiqam elish uchun fursat kutayotganligini aytdi. Men Parkiptaning xatarlik odam ekanligini bilaman. Ammo ansirgidek ish yo'q. Yuzars oliylari sirt saqlayotdi. Padişah ve Xonish salam. Danishman Yuzarsifga salom. Xush keldingiz Yuzarsif. İşqi bak kirishib ketib, bizni unutib qoldingizmi nima? Vazifamni ado qilyapman. Oliylari meni chaqirtibdilar. Shunga keldim. Bu yaqinda bijirilgan vazifalardan xabardor bo'lsam deb o'ylagandim. Texi birer ish qilganim yo'q oliylari. Ma'lumotimiz to'planmasdan harakat qilsak hech qanday ishga foydasi yo'q. Muhimi Misr xalqining qanchalik ekanligi, ayollarning, erlarning ve balalarning sonini egallashimiz kerak. Bu son shaharlarda qanchalik nisbatni egallaydi? Qancha shahar, qancha yezda turishliq. Teriqchilik yarg'idek qanchalik yaboligini va bularning qaysi joylarda ekanligini bilishimiz kerak. Uningdan keyin kerakli qadamlarni basa olamiz. Teriqli yerlar asosan Nilning atrofida. Bularni aniqlab chiqish uncha qiyin emas. Men suyba yerlarning hammasini terilg'iga yaraydiganligini o'ylayapman. Bu 7 yillik mo'lchilik mezgilida faqatla Nilning suyini ko'paytmasdan, balki ayni vaqtda Allohning izni bilan yoqqan yomg'ir butun Misr tuproqlariga barakat olib keladi. Sening o'yigani Allohing nima degan hikmatli ishlarni qiladi. 7 yil jarayonida butun Misrga yomg'ir. Bu xil ahvolda Misrdagi barliq yerlarni teriqli bo'ladi. Dehqonlarning qo'lidan kelishicha ziroat terishini so'zlashimiz kerak. Mahsulotlarni davlat xazinasiga muvofiq bahoda setib olamiz. Buğday setib olish uchun buncha jiq pulni nerdan topamiz? Birinchisi, to'laydigan seliqlarning barobarida buğday setib olaydi. Hammaylan Misr xazinasiga bergan buğday miqdoricha o'zlari terigan yerlarga ega bo'ladi. Bu zamonlar tarixdan beri davlatning tayanchi va Misr podshohlarining kuchi bo'lib kelgan. Buni qandoqsiga boshqalarga berib aytili bo'lsin. Bu yerlardan voz kechsak, hokimiyatimiz bekla ojizlashib ketadi. Bularning hisobiga Amon ibodatxonasining butun boyligiga va mol-mulkiga erisha olasizlar. 3000 yildan beri hech kim Amonning boyliqlarini kohinlarning qo'lidan tatib olmagan. Siz qanday qaraysiz? Men bir kimdan majburlab bir nima olmayman. O'zlari xohlab berdi. Men texnicha tegishli javobga erishamadim.
Yerlerini bir versek, devletimiz acizleşip ketidi. Hech kimga buğdayni haqsiz bermaymiz. Ne kahillarga, ne baylarga. Yoki oltinlarni, yoki yerlarni ochliq setib olish uchun berish kerak. Bu xil tadbir bilan dehqonlarga berilgan yerlarni qaytarib olgan bo'lamiz. Agar baylar bilan kahillar o'z oldiga bug'doy to'plasa, bizdan bug'doy setib olishi natayin. Misr davlatidan boshqa hech kimning buğday toplamaydiganligidan xotirjam bo'lishinglar kerak. Ehtiyojli bo'lgan sarmoyani to'plash uchun boshqa chora yo'qmi? Ha. Ba, ruxsat qilsalar xalq bilan suhbatlashay degan edim. Xalqdan yordam so'rasangiz, hamkorlashadiganligini o'ylayaptamsiz. Bizga yordam qilishni umid qilaman. Bu yaqinda cho'ng tush ta'birchisining jasadini Nil daryosidan suzib olganligini bildim. Tunjiqib qolganmikan? Yo'q. Uni tunjiqtirib o'ltirganiga jazm qila olmayman. Ya'ni kahillar uni o'ltiribdimi? Oliylari, uning Yuzarsifning aytgan tush ta'birini maqtagani uchun ibodatxonadagilar tarafidan o'ltirilganligi intayin aniq. Yo'q. Men qotilni tunishim mumkin. Ankmahu kahillarni bu ish uchun ishlatmaydi. Ularning xalq sog'an zulmlari va o'tkazgan jinoyatlarining haddi hisobi yo'q. Ularni tezroq tizgilishimiz kerak. Xalq bir yoqqa yurtliqning qo'lidan o'yin chiqib qopti, ko'ryapsizlar. Podshoning bu tushiga ta'bir berish bilan bechora xalqning beshiga qanday qalpoq kiygizganligi aniq emas. Misr xalqining Rabbining nomi bilan, Misr va Misr xalqini yaratgan Allohning nomi bilan taklifimni qabul qilib, bu cho'ng yig'ilishga qatnashib berganinglar uchun hammalardan minnatdorman. Sizlarni bu yerga chaqirib kelishdagi maqsadim sizlardan yordam so'rashdir. 7 yillik qachilik uchun biror amal tepishimiz kerak. Va sizlarning yordaminglar bo'lmasa, cho'qim qachilikning oldini olishga muvaffaq bo'lolmaymiz. O'z qaroringlarni o'zinglar berishinglar uchun men butun tadbirlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bug'doy to'plashga majbur ekanliginglarni bilasizlar. O nimda otidi? Sizlardan ehtiyojinglardan oshgan bug'doyni davlatga topshirishni talab qilsam, sizlar bunga nima deysizlar? Berolmaydiganligimiz intayin aniq. Men hech kimga bir o'chimni bug'doy bermayman. Agar sen bizga bug'doy bergan bo'lsang, biz mi sana o'xshash boy bo'lgan bo'lardik. Buncha namoratlashib ketmaydik. Aniqki, hokimiyat yoki bug'doyinglarni pul berib setib oladi, yoki pulga emas, sizlarga yer berib setib oladi. Bo'ladi. Amsa biz ehtiyojli bo'lgan bug'doyning bir qismini yer berib ta'minlaymiz. Ammo bug'doyni saqlaydigan ambarlarni qaysi sarmoya bilan solamiz? Ishlaganlarning va amaldorlarning maoshini qayerdan topamiz? O'z yeriga ziroat tergan dehqonlarning qaysi biridan bug'doy setib olamiz? Qani, aytib beqinglarchi. Qani sen so'zlab baq. Bizga aytib bersangiz, davlatning nimishq puli yo'q. Chunki Misr intayin zo'r bir qachilikning yuz berdiganligini va bu xatardan o'tish uchun
uncha ular jiq pul ketadiganligini o'ylabmi bakmagan edi. Hiç şüphesizki xalqning qo'llashi va yordamidan boshqa bir chora yo'q. Yordaminglar bilan o'zinglarni vayron bo'lishdan qutuldirishga tayyormisizlar? O'zimizni qutqizish uchun jafo tortishimiz kerak. Ammo qanday yordam qilishni bilmaydigan tursak, Bunun çağrısını sizlarga aytib beraman. Birinchisi, beradigan silahlarni bilgininglardek baylar va ahvoli yaxshi bo'lganlar kirimning bir qismini silah sifatida to'laydi. Biz bu silahlarning bir qismini ulardan ko'tarib etamiz. Bir yillik silahni vaqti kelishdan ilgari to'laganlarni biz 2 yillik silahni to'lagan qilib yozamiz. Shuning bilan birga 7 yillik silahni oldin to'laganlarni biz 14 yillik silahdan ko'tarib etamiz. nəhayət yaxşı. Mən bütün silahlarımdan hamısını to'lashga rozi. 7 yillik silahni oz to'lash biz uchun yaxshi ekan. Aslimiz hal bo'lar ekan, ham bu davlat boshqarishga foydali. İkinci yol bo'lsa, mushudur. Ilgari hukmdorlarga o'xshash qo'shni davlatlarga hujum qilib, ularning boyligini bulang-talang qilish orqali bug'doy setib olish uchun lozim bo'ladigan kerakli mablag'ni to'plash kerak. Aniqki, xalqning bu urushlarga qo'shilish majburiyati bor. Qayrchilik bizni yo'qotishdan ilgari urush bizni bayron qilish kerakmi? Bo'lib hamsa, menmi urushishni yoqtirmayman. Agar sizlarmi urushishni yoqtirmasanglar, bug'doy to'plash uchun lozimli pullarni o'zinglar ta'minlanglar. Bug'doy setib olish uchun hammaylar yillik kirimning 5dan 1ni bu ishga ayirish kerak. Urushishning o'rniga ko'zimizni mit qilmasdan kirimimizning 5dan 1ni berishga rozimiz. Kishilarning ulushidan davlatning xazinasini to'shqizish uchun maqsad qilingan urushlardan zerikdik. Biz urushni xohlamaymiz. Yuzarsev, padişahı təvə yerlərini dehqanlarga berib etiş bilan ibadətxanının qəlbisiga şarait hazırlab berib atıdı. Amma unutmaslığımız gerek bo'lgan ish shuki, ciddi buğday toplashimiz kerak. Qo'limizdan kelishicha ibadətxanının buğdayiga qo'shimcha qilib buğday ta'minlashimiz lozim. Yaqinda ko'rsizlar, Misrning taqdirini buğdayga eng ko'p igi bo'lganlar belgilaydi. Hergiz unutib qolmanglar. Ya'ni ulug' kohin Yuzarsifning buğday qahatchiligiga munosabatli fikriga ishinib qoldimi nima? Ha? Bu ikki sababdan. Birinchisi, padişahning tushiga berilgan Yuzarsifninkidan yaxshiroq bir ta'birni anglamadim. Ikkinchisi, aqlli bir odam hergiz ehtiyotni qo'ldan berib qo'ymaydi. Ertadan boshlab bir qancha xizmatchimizni bug'doy setib olishga buyurayman. Bu ishni untinsiz jimjit qilishinglar kerak. Ibodatxonaning omborlari bug'doy bilan liq to'lmasa, kelgusida ibodatxonaning mustaqilligini va Yuzarsif bilan bo'lgan kurashni qandoq qilib boramiz? Nonga muhtoj bo'lgan bir ibodatxona hech shubhasizki Yuzarsifning oldiga cho'qim tez pukidi. Keyin ko'rib qolsizlar, cho'qim shundoq bo'ladi. Aras, sen qilib qol. Manga darhol xatarlik bir ishning o'disidan chiqalaydigan birisini teppa, tez bo'l. Bu yaxshiliging javobsiz qolmaydi, xotirjam bo'l. Baş üstüge efendim.
Bilaman, bəkli kechikdim. Bu oxirgi umringizda meni kechirishingizni tilayman. Siz uchun yaxshi bir ayol bo'lolmaganligimni bilaman. Yaxshiliklaringizning qadriga yetmadim. Ammo har vaqt menga buning aksincha muomala qilib keldingiz. Bu oxirgi umringizda meni kechiring. Sizga yalvaraman. Her ikkalimiz Yuzarsifqa yomonlik qildik. Kashki Yuzarsif bu yerda bo'lgan bo'lsa, onundan kechirim so'rab olgan bo'lsak. Amonning o'rniga Yuzarsifning tanrisiga ishongan bo'lsak, agar Yuzarsifni ko'rsang, Yuzarsifni ko'rsang, Potifar sarayının komandanı Radomon huzurunuzga chiqmoqchi. Padişahim yaş Amonhotep'ning ömrü uzun bo'lsin. Ordu komandanı, xazinedori, Misrning hurmatli azizi Potifar vafot bo'ldi oliylari. Potifar yaxshi odam edi. Misrga va podshohga cho'ng xizmat ko'rsatgan. Misr ko'sh va ko'rkamlikda uning fidokorligi qarzdir. Bizdan uning oila tavobatlariga salomatlik tilang. Biz uning motam murosimiga qatnashimiz. Misrning an'anaviy o'rib odatiga asosan uning dafn murosimida boshqa birini uning vazifasiga qo'yishing kerak. Dafn murosimida qarorimizni e'lon qilamiz. Qo'mondan Huramhop Potifarning o'rniga eng mos keladi. Uningga texmi mos keladigan bir vazifani o'ylayapman.
Mr. Azizning o'rniga uningdan boshqasi loyiq emas. Taxtiravonni tayyorlanglar. Dafn murosimiga boramiz. On hamyon, ya'ni 1000 daban. Meningcha bu oz pul emas. Meningcha bu oz pul emas. Ammo Yuzarsif uchun menga buning 10 hissasi lozim. Bo'lmasa boshqa odam tepinglar. Efendim, siz uchun intayin cho'ng bir xush xabar bor. Potifar öldü-mi? Shundoq efendim. Bir ozdan keyin uni ko'midi. Bu planni to'xtatayli. Başdala o'ldirishga qarshi edim. Texmi yaxshi bir plan tepildi emasmi? O'ldirish oxirgi bir plandir. Bugungi dafn murosimida Amonhotep Potifarning o'rniga cho'qim bir odamni tanlash kerak. Bu kishi Yuzarsifdan boshqa birisi bo'lib qolsa, amaliyotda uning ishi eng tayin oson. Ammo Yuzarsifni Potifarning o'rniga tanlasa, texmo jiddiy bir tashabbus uchun harakatga o'tishimiz kerak. Qandaq? Yuzarsifni bir taraf qilib o'tishimiz kerak. Mecbur bo'lib qolmaguncha bu ishni hargiz qilmay turaylik. Allah'ın peygamberinin sırtki vakalardan xabari bormidi? Potifar vafot bo'ldi va uni hozir dafn qilmoqchi bo'lyapti. Potifar olamdan o'tibdimi? Shaharning cho'ng kichik hammilari uning dafn murosimiga qatnashar ekan. Allah Potifarga rahmat qilsin va xatoliklarni afv qilsin. U nihoyat yaxshi odam edi. Onun qarzdorman. U men uchun ko'p azor edi. Cesur ve güçlük bir komandan idi. Urushda u o'ng qo'l edi. Yig'ilganini hech kim bilmaydi. Jasoratli va qahramonligi
urushning ahvolini o'zgartiribdi. Amonxo'da Potifarning o'rniga O'ramxo'pni tanish kerak. O'ramxo'p Potifarning o'rnini to'ldiradigan birdan-bir kishi. Ammo men uning tanlashiga ancha ishonch qilolmayman. Amonning tapning ko'ngli Yuzarsifni tortidi.